Hozir men sizlarga o'zim har kuni ishdan kelganimdan keyin qiladigan ovqatlarimni hammasini to makiyajdan tozalab, uxlaguncha qanaqa etapda bo'lishini o'rgataman. Qani ketdik. Hozir sizlar bilan birinchi o'rinda gidrofilli masla bilan makiyajimizni o'chirib olamiz. Ko'pchilik gidrofilli maslani yuzlarini ho'llab va qo'lini ho'llab qiladi. Bu noto'g'ri. Buning uchun albatta qo'limiz ham, yuzimiz ham quruq bo'lishi kerak. Tenkada yuzni yuvishning o'zining qoidasi bor. Doimo 1 daqiqa davomida yuzni yaxshilab yuvish kerak. Просто tak yuvib qo'ysak, yuzimizdagi yog' ham, kirlar ham toza bo'lmaydi. 1 daqiqa davomida. Shunaqa. Iloji boricha yuzimizga quruq salfetka ishlatishga harakat qilamiz, chunki sachoqlarda ko'p chang yig'iladi. Toner eng muhim etap hisoblanadi, sababi yuzimizni yuvgandan keyin 80% suv yo'qoladi. Shuning uchun yuzimizni yaxshilab namlashni tonerga topshiramiz. Odatda kech qurungi va kunduzgi ampullar bir-biridan farq qiladi, lekin men hozir pink ampulani ishlataman. Buni sizlar AC ampulani yoki bo'lmasa har xil vitaminlarni ishlatsalaring bo'ladi, chunki ular quyosh bilan reaksiyaga kirishadi, shuning uchun kunduz kuni emas, faqat kech qurun ishlatish mumkin. Sivurtkalar doimo tonerlar qurigandan keyin suriladi. Hech qachon ho'l yuzga, ya'ni toner qurmasdan turib sivurtka qurmasdan krem surmaslik kerak. Shuning uchun hozir tonerimni quritdim va endi sivurtka suraman. Endi esa mana bu gadjetli ko'z kremni ishlataman. Bu vibratsiya beradi. Buni ayniqsa xolodilnikka ertalab ishlatsangiz, turgandan keyingi otyoklarni, undan tashqari ajinlarni va osish, ayniqsa shishlarni ham, ko'karishlarni ham rosa zo'r yo'q qilib beradi. Bu vibratsiya beradi. Degan maza qilib masaj qilamiz. Albatta kremni surgandan keyin maxsus gadjetlar yordamida yoki bo'lmasa vosh yordamida masaj qilishga harakat qilaman. Hozir birgalikda gadjet bilan qilamiz. Bu ham vibratsiya beradi. Bu ham yuzingizdagi kremlarni yaxshi singishiga va yuzingizni tepaga tortishiga ham yordam beradi. Bor yo'g'i 5 daqiqa ketadi ovqat uchun, hech qanaqa bahonalarsiz. Lekin bu sizga 10 yildan keyin o'rtog'ingizda yosh ko'rinishni beradi. Men har kuni 5 daqiqamni mana shu ovqat uchun sarflayman. Agar siz ham ovqat qilishni xohlaysizmi, unda sarviga yozing, biz siz bilan bog'lanamiz.